Xudo nimaga odamlarga ko'zga ko'rinmaydi? Bilasizlar, odamzod nagli, odamzoddek naglisi yo'q. O'sha uchun quyosh uzoqda yaxshi deb bekor aytilmagan. Da, hozir men sizlarni mashhurlar bilan gaplashaman, ko'raman-ku. Bu yoqda eski xotira o'sha eski yoshida olingan panyatkalar hammasi razrushat bo'ladi. Yo'q ketadi, psixikam sinadi meni hozir. Men bu narsani xohlamayman. Bu meni sakrovishcham, bu meni g'orni to'g'risida qo'ygan katta bir olmosim, bular sinib ketadi. O'shaning uchun bulardan kamroq gaplashaman men. Chunki men o'zimni bularga dostoyni deb bilmayman. Bular bilan bitta joyda turib gaplashishga o'zimni dostoyni deb bilmayman. Bu psixika sinadi aka. Unaqa emas, og'a. Siz ham o'zingizni platformangizda eng zo'rlaridansiz. Unaqa demang hech qachon. Sizni platformangizdan sizni go'lislaringiz tarqab, o'sha insonlargacha yetib borishini o'zi ham bir katta baxt. Siz demak natijani qilgansiz o'zingizning yo'lingizda. Hammani o'zini yo'li bor-ku, og'a. Bo'tda u yo'l, buni yo'lda emas. O'sha bu pamять, o'tmish. Bu sinadi, bu o'sha sama likvidatsiya o'sha yo'qoladi bu narsa. Xotiraligicha qolgan edi. Bu o'tib o'sha yo'q, bu hammasi o'sha suv ichasiz, yana chanqiysiz. Chingiz, qaysi davlatda yashaysan? Men hozir Tailanddaman. Tailanddaman.